Butun Meksikani larzaga solgan muhabbat qissasini eslaysizmi? Leticia Calderon bosh rolni ijro etgan Esmeralda va Fernando Colunga bu 90-yillarning eng ko'p tomosha qilingan seriallaridan biri edi. Ko'zi ojiz yosh qizning haqiqiy muhabbatni topishi haqidagi bu hikoya 100 dan ortiq mamlakatlarda rekord darajada tomoshabin to'plagan. Ko'pchilik hanuz uni eng romantik hikoyalardan biri deb hisoblaydi. Kam odamlar esa yana bir muhabbat qissasini eslashadi. U bir vaqtlar hammani suyuntirgan edi. Leticia Calderon yoshlik davrida Meksika televideniyasining eng taniqli aktrisalaridan biri bo'lgan. Ayniqsa 80-90-yillardagi teleseriallar orqali mashhur bo'lgan. Uning birinchi muhim roli Chisita telenovellasida edi, ammo uning haqiqiy shuhratga ko'tarilishi 80-yillarning telenovellalari orqali sodir bo'ldi. Biroq 90-yillarda u sevimli bosh qahramonlardan biri sifatida o'z mavqeini mustahkamladi. Boshqa seriallar, ayniqsa xalqaro muvaffaqiyat qozongan Esmeralda tufayli u ko'zi ojiz ayol obrazini talqin etgani bilan katta shuhrat qozondi. Bundan tashqari Leticia Calderon yoshligida o'zining shirin va nafis qiyofasi bilan go'zallik va elegantlik ramzi hisoblanar edi. O'sha davrdagi uning faoliyati turfa xilligi bilan ajralib turar. U ham romantik hikoyalarda, ham kuchli dramalarda bosh rollarini ijro etgan. Esmeralda serialdagi qaysi qahramon yodingizda? Izohlarda yozib qoldiring.